Shoshilinch muhim xabar. Toshkentdagi avtoparkda avtobus butunlay yonib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahridagi 5-avtobus saroyi filiali hududida avtobus yonib ketdi. Holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tosh shahar transport xizmat AJ matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yong'in 13-yanvar kuni soat taxminan 2 dan 3 daqiqa o'tganda 2018-yilda ishlab chiqarilgan MAN A22 SNG rusumli avtobusda yuz bergan. Avtobus saroyi filialining navbatchi nozimlari tomonidan zudlik bilan 101 qisqa raqamiga soat 2:10 da qo'ng'iroq qilinib, yong'in haqida xabar berilgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi o't o'chirish bo'linmasi soat 2:20 larda filial hududiga yetib kelgan va yong'in soat 2:40 da to'liq bartaraf etilgan. Mazkur avtobusga biriktirilgan 10 yillik ish stajiga ega haydovchi ushbu avtobusda 101 soat yo'nalishda harakatlangan bo'lib, 12-yanvar kuni soat 4:16 da navbatchi mexaniklar tekshiruvdan o'tib, avtobusni texnik soz holatda soat 5:33 da filial hududidan olib chiqqan hamda yo'nalishda qatnovlarni to'liq bajarib, soat 22:00 larda yakunlagan. Shundan so'ng haydovchi Davron sifatli gaz mechiga gaz quyish shoxobchasiga borib, avtobusga gaz quydirgan va soat 23:29 da filial hududiga qaytib kelib, avtobusning eshiklarini yopgan holda safga qo'ygan. Qayd etilishicha, yong'in oqibatida jabrlanganlar yo'q. Toshkent shahar FVB boshqarmasi e'lon qilgan suratdan avtobus butunlay yaroqsiz holga kelganini ko'rish mumkin. Hozirda yong'inning kelib chiqishi sabablari o'rganilmoqda.